2016 Moda Rossiyaga borgan biz. U paytda rossiyalik moda qiroli bilasizlar Vyacheslav Zaytsev 3 edi. 4 ta brend qatnashgan. 4 tala brend ham juda yaxshi qatnashgan, lekin ayniqsa Ozoda Qorako'l bilan organzani shunaqa mohirlik bilan bir-biriga qo'shib qilib borgan kolleksiyasini ko'rib, Vyacheslav Zaytsev hayron. 10 ball qo'ydi. 10 ball mana shu kelganlarning ichida mana shu Ozoda O'zbekistonda ham shunaqa dizaynerlar bor ekan. Nima u? Bu qanaqa davlat? O'zi bu O'zbekiston deyapti-da. Keyin o'sha paytda hozirgacha ota esimda Nikolay Burmatikov degan bitta moda anaqasi bor, moda kritika bor. Juda ham qattiq qo'l. O'sha ham azza-bazza so'z olib chiqib, men O'zbekistonda shunaqa dizaynerlar borligini mana shu Moda Rossiya orqali ko'rdim. O'zbekistonda shunaqa chiroyli qorako'lli organzaga shunaqa qo'shish mumkinligini ko'rdim deb 10 ball qo'yishgan. Ozoda menimcha o'shanda boshlagansiz, mana o'shanga ham 10 yil bo'ldi. Katta motivatsiya bo'lgan u narsa.